ayirmang nafaqalar binosida bank mijozlari, fuqarolar va tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazib belgilangan. Bundan asosiy maqsadimiz tadbirkorlik qilish istagi bor fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizga tadbirkorlikni kengaytirish uchun kiftlar ajratish, yangi ish o'rinlarini yaratish. Bu orqali tuman a'zoyi ishsizlar ish bilan ta'minlash, daromadini oshirish va tadbirkorlikni kengaytirish. Hozirda endi jismoniy shaxslarimiz quyidagi kreditlar mavjud. Hozirda o'zini band qilgan fuqarolarimizga 12 millionlik bizneslik pul mumkin. Bu yillik 25% foizi 4 yilga beriladi. Tadbirkorlik istagi bor fuqarolarimiz uchinchi shaxs kafilligi yoki sug'urta polisini ta'min qilgan holatda beriladi. 4 yilga mahalla loyihamiz bor, o'zimiz band qilgan fuqarolarimizga. Bu 5 yilga beriladi, 25% foizi. Ayollarımızga 23% oladi. Yengil bo'lib 2% bilan bo'ladi. Ayol bo'lsa 23% beriladi. Yangi bo'lgan 23%. O'shanday fuqarolarimizga mahalla loyihasini beramiz. Buni paket qilinadi. Uylaringizga borib, tadbirkor qilishdan mo'lmoqchimiz bo'lsa, plastikka tashlab beramiz. Tadbirkorlarimizga madadkor degan kreditimiz bor. Yangi shuni yaratganiga qarab kredit ajratiladi. Bu ikkitadan 6tagacha ish o'rni yaratsa, 5tagacha ish o'rni yaratsa 500 million beriladi, 25% beriladi. 6tadan 10tagacha yaratsa 24% dan beriladi, 1 milliardgacha beriladi. 10tadan ko'p ish o'rni yaratganiga, demak 2 milliardgacha beriladi, 23% beriladi. Ish o'rni yaratganiga qarab foizi bilan summasi oshib boriladi. Necha yilga beriladi? 5 yilga beriladi. Keyin 312 sonli qarorimiz asosan demak tadbirkorlik jamg'armasi kompaniyasi hisobidan 21% dan beriladi. Ularning resurs hisobidan 21% 100 milliongacha sug'urta garov kafilligi sug'urta bo'ladi. Hozir umuman ayollarga berilayotgan bo'lsa, hammasiga imtiyoz beriladi.